11 sinf o'quvchilari bilan do'stini top metodini qo'llayapmiz. Qani kim tezkor bo'lib do'stini toparkin? Mana Dildora va Ro'zixon o'qiymiz. Aytamiz. Foydalanish, ishlatish. To'ppa to'g'ri, yaxshi. Yana kim do'stini topdi? Bo'la qoling, bolalar, qizlar. Faollashamiz, do'stimizni topamiz. Bali, Sulaymon va Sanjarbek ham do'stlarini topib olishdi. Yaqinlashtiramiz. Demak, unsur butunni tashkil etgan murakkab narsaning tarkibi. To'g'ri, barakalla. Keyingi do'stlar ham topildi. Demak, intiho so'zi biror narsaning ish harakat yoki voqea hodisa va shu kabilarning tugashi oxiri. Barakalla. Keyingi do'stlar ham topildi. Ibtido nima ekan Muhammad Qodir? Qisqa qilib aytganda, biror narsa ish va harakat voqea hodisalarning va shu kabilarning boshlanish davri. Boshlanishi. Ibtido boshlanish, intiho nima deyish mumkin? Tugallanish desak bo'ladi. Abdidiyor do'stim ham o'zim, sirdoshim ham o'zim deb briefing so'zining ma'nosi nima ekan? Rasmiy shaxslarning ommaviy axborot vositalari vakillari bilan rasmiy nuqtai nazar bildirish yoki rasmiy xulosalarni qisqacha bayon etish maqsadidagi uchrashuv.